Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan g'oyat muhim, hayotiy ahamiyatga ega mavzu haqida so'zlashamiz. Bu ma'lumot ayniqsa hurmatli nafaqaxo'rlarimiz, ya'ni o'ltim, yosh va undan katta barcha yurtdoshlarimiz uchun suv va havodek zarur. Hatto ushbu yosh toifasiga kirmaydiganlar ham videoni ko'rishlari shart. Chunki bu ota-onangiz, bu bobongizga yordam berish uchun sizga ham kerak. Davlat xizmatlariga kirishda ayniqsa nafaqa va ijtimoiy to'lovlarni olishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy muammolarning oldini olish uchun atigi 4 kunimiz bor. 4 kundan keyin yangi tizim ishga tushadi va bu sizning nafaqa olish tartibingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar ushbu o'zgarishlarga tayyor bo'lmasak, moliyaviy barqarorligimizga putur yetkazishimiz, nafaqa to'lovlarida uzilishlar yuzaga kelishi, hatto ularning vaqtincha to'xtab qolishi ham mumkin. Bu juda jiddiy masala. Shuning uchun diqqatingizni jamlang. Boshlashdan oldin iltimos, ozroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like qo'ying. Bu bizga muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Keling, asosiy mavzuga o'taylik. Xo'sh, momaning mohiyati nimada? Avvallari nafaqa olish yoki ijtimoiy xizmatlardan foydalanish uchun ko'pchiligimiz an'anaviy usullardan foydalanardik. Bu degani har oyda pensiya jamg'armasi idoralariga borish, uzun navbatlarda turish, qog'oz hujjatlarni to'ldirish kabi holatlar odatiy edi. Yoshi ulug' insonlarimiz uchun bu jarayonlar jismoniy jihatdan ancha og'ir bo'lardi. Banklarga borish, pochtadan nafaqa olish, ma'lumotlarni yangilash uchun turli idoralarni kezish kerak edi. Bu tartib qoidalar ko'plab yurtdoshlarimizga noqulaylik, vaqtni behuda sarflash va stress keltirardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Hukumatimiz davlat xizmatlarini raqamlashtirish bo'yicha ulkan ishlarni amalga oshirmoqda. Qulaylik, shaffoflikni oshirish va byurokratik to'siqlarni kamaytirish maqsadida yangi yagona davlat raqamli xizmatlar ilovasi, qisqacha DRX, joriy etilmoqda. 4 kundan keyin ushbu ilova orqali ayniqsa 6000 yosh va undan katta bo'lgan nafaqaxo'rlarimiz uchun ayrim muhim davlat xizmatlariga kirish, ma'lumotlarni tasdiqlash va nafaqa olish tartiblari majburiy ravishda yoki juda qulay sharoitlarda amalga oshirilishi nazarda tutilgan. Bu degani yaqin 4 kun ichida sizning nafaqa olishingizga ta'sir qiluvchi muhim o'zgarishlar kutilmoqda. Endi nafaqa bilan bog'liq masalani hal qilish uchun navbatlarda turish shart bo'lmaydi. Barcha jarayonlar sizning smartfoningiz orqali uyingizdan chiqmasdan qulay va tezkor tarzda amalga oshiriladi. Bu nafaqat vaqtingizni tejaydi, balki harakatlanishda qiynaladigan, salomatligi sabab uyidan chiqa olmaydigan insonlarimiz uchun ham ulkan qulaylik yaratadi. Bu tizim firibgarlikning oldini olishga, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlashga va nafaqa to'lovlarining o'z vaqtida yetkazilishiga xizmat qiladi. Keling, endi bu o'zgarishlarning tafsilotlarini chuqur o'rganib chiqaylik. Nimalarni bilishimiz kerak? Kimlar xavotirlanishi lozim, kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, nimalarni bilishingiz kerak? Siz davlat raqamli xizmatlar ilovasi DR haqida to'liq tasavvurga ega bo'lishingiz zarur. Bu ilova shunchaki bir dastur emas, balki davlat bilan shaxsiy muloqotingizni amalga oshiradigan shaxsiy kabinetingizdir. U orqali siz nafaqa bilan bog'liq barcha ma'lumotlarni, masalan, har oylik nafaqa miqdori, to'lovlar tarixi, hisobingiz holati kabi tafsilotlarni kuzatishingiz mumkin. Bundan tashqari, shaxsiy ma'lumotlaringizni, jumladan pasport seriyasi va raqamini, yashash manzilingizni, telefon raqamingizni osongina yangilashingiz mumkin bo'ladi. Ilgari buning uchun ko'plab idoralarga borish kerak edi. Endi esa bir necha tugma bosish orqali bu muammoni hal qilasiz. Shuningdek, ilova orqali sizga tegishli bo'lgan yangi ijtimoiy imtiyozlar, qo'shimcha to'lovlar haqida rasmiy xabarnomalar kelib turadi. Bu ilova shaxsiy ma'lumotlaringizni raqamli tarzda tasdiqlash mexanizmini ham o'z ichiga oladi. Ikkinchidan, kimlar xavotirlanishi kerak? 1. 6 yoshdan oshgan. Ammo hali biror marta ham davlat raqamli xizmatlaridan foydalanmagan, mobil ilovalar bilan ishlamagan, smartfon bilan do'stlashmagan yurtdoshlarimiz. Agar sizda smartfon bo'lmasa yoki undan foydalanishni bilmasangiz, darhol harakat qilishingiz kerak. O'zining shaxsiy ma'lumotlarini, pasport, doimiy yashash joyi, telefon raqami, uzoq vaqt davomida yangilamagan nafaqaxo'rlar, eski ma'lumotlar sabab ilova kirishda yoki tasdiqlashda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Hozirda nafaqasini faqatgina pochta orqali yoki bank kassasidan shaxsiy ravishda borib oladiganlar. Yangi tizim bilan to'lov usullari bo'yicha ham o'zgarishlar bo'lishi ehtimoli yuqori. Uchinchidan, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin?
Agar siz allaqachon davlat xizmatlari markazlarining raqamli platformalaridan faol foydalanayotgan bo'lsangiz, masalan, ya IDXP orqali turli xizmatlardan foydalangan bo'lsangiz yoki sizning oilangizda yordam beradigan yoshlar bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Siz allaqachon bir qadam oldindasiz. 6 yoshga to'lmaganlar esa ota-onalariga yordam berishni rejalashtirsa, xotirjam bo'lishlari mumkin. Faqat bu ma'lumotlarni yaqinlaringizga yetkazing. Endi esa ba'zi aniq misollarga o'tamiz. Birinchi misol, Samarqand viloyatidan Karim bobo 7 yoshda. U har oyda nafaqasini mahalliy pochta bo'limidan olib kelardi. Yangi tizim joriy etilgandan so'ng Karim bobodan o'z shaxsini davlat raqamli xizmatlar ilovasi orqali tasdiqlash talab etildi. Unga sizning ma'lumotlaringiz yangi tizimda faollashtirilishi kerak degan xabar keldi. Agar Karim bobo 4 kun ichida ilovaga kirib ma'lumotlarni yangilamasa, uning navbatdagi oy uchun nafaqa to'lovi kechiktirilishi yoki hatto vaqtincha to'xtatib turilishi mumkin. Karim bobo smartfon ishlatishni bilmaydi. Bu holatda uning farzandlari yoki nevaralari yordamga kelishi shart. Aks holda u nafaqasini olish uchun yana idoralarga murojaat qilishi, qog'ozbozlik bilan shug'ullanishiga to'g'ri keladi. Bu esa uning uchun ovoragarchilik va stress deganidir. Ikkinchi misol, Toshkent shahridan Dilbar opa 65 yoshda. U ham yoshga doir nafaqa, ham nogironlik nafaqasini oladi. Ikkala nafaqa ham bank kartasiga tushadi. Yangi arsi ilovasi unga ikkala nafaqa turi bo'yicha ma'lumotlarni bir joyda ko'rish imkoniyatini beradi. Har yil nogironlikni tasdiqlash bilan bog'liq ba'zi hujjatlarni ilova orqali raqamli tarzda yuborish imkoniyati paydo bo'ldi. Shuningdek, hukumat tomonidan nogironligi bo'lgan shaxslarga har yil beriladigan kichik miqdordagi qo'shimcha moddiy yordamni avtomatik tarzda olish uchun ham ilovada rozilik tugmasini bosish kifoya. Agar Dilbar opa bu ilovaga kirmasa va ma'lumotlarini yangilamasa, u bu yangi imkoniyatlardan, masalan, qo'shimcha moddiy yordamdan bexabar qolishi yoki uni olish uchun an'anaviy yo'l bilan murojaat qilishiga to'g'ri kelishi mumkin. Uchinchi misol, Andijon viloyatidan Amadjon amaki 68 yoshda. U yaqinda boshqa tumanga ko'chib o'tdi, lekin doimiy yashash joyini o'zgartirishga ulgurmadi. Uning nafaqasi eski manziliga bog'liq. Yangi dars ilovasi orqali u o'zining yangi manzilini tez va osonlik bilan yangilashi mumkin. Bunda unga yangi yashash joyi bo'yicha propisk ma'lumotlarni kiritish va tasdiqlash talab etiladi. Agar u ilovadan foydalanmasa, bu ma'lumotni yangilash uchun davlat xizmatlari markaziga borishi, navbat kutib ariza yozish kerak bo'ladi. Bu jarayon bir necha hafta vaqt olishi va bu muddat ichida uning nafaqa to'lovlari kechiktirilishi mumkin. Ilovadan foydalanish nafaqat vaqtni tejaydi, balki to'lovlar uzluksizligini ham ta'minlaydi. 4-misol, 6 yoshga yaqinlashgan Murod akasi. Uning uchun yangi ilova nafaqaga chiqish jarayonini ancha soddalashtiradi. Ilgari hujjatlarni to'plash va pensiya jamg'armasiga topshirish katta muammo edi. Endi esa DRC ilovasi orqali u o'zining ish stajini tekshirishi, ma'lumotlarni tasdiqlashi va hatto nafaqa tayinlash uchun onlayn ariza yuborishi mumkin. Bu jarayon qog'ozbozlikni kamaytiradi va kutish vaqtini qisqartiradi. Agar Murod aka bu imkoniyatdan foydalanmasa, an'anaviy yo'l bilan hujjatlarni shaxsan topshirish kerak bo'ladi. Bu esa pensiya tayinlash jarayonini bir necha haftaga, hatto bir oygacha kechiktirishi mumkin. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, davlat raqamli xizmatlar ilovasi DRA bilan bog'liq holda ham ba'zi istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar va noaniq jihatlar mavjud. Bularni bilish sizga jarayonni tushunish va muammosi o'tishga yordam beradi. Istisnolar barcha insonlar ham smartfonlardan foydalanish imkoniyatiga ega emas. Ba'zi qariyalarimizning salomatligi, ko'rish qobiliyatining zaiflashganligi, jismoniy holati yoki uzoq qishloq hududlarida internet aloqasi yo'qligi sababli raqamli xizmatlardan foydalanish qiyin bo'lishi mumkin. Hukumat bu kabi holatlar uchun ham ma'lum choralar ko'rgan. Masalan, og'ir kasalligi tufayli uydan chiqa olmaydigan, yolg'iz yashaydigan yoki qishloq hududlarida yashovchi nafaqaxo'rlar uchun mobil davlat xizmatlari markazlari xodimlari uyiga borib xizmat ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, bunday holatlarda davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilgan holda maxsus tartibda hujjatlarni qog'oz shakli topshirish imkoniyati saqlanib qoladi. Biroq bu istisno tartibi uchun maxsus ariza va tibbiy ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Chet elda yashovchi nafaqaxo'rlarimiz esa konsullik idoralari orqali ma'lumotlarini yangilashlari yoki elektron raqamli imzo olish orqali ilova orqali masofadan turib ro'yxatdan o'tishlari mumkin.
Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar, pitfallar. Bir, firibgarlik. Har qanday yangi va ommaviy tizim joriy etilganda firibgarlar faollashadi. Sizga davlat raqamli xizmatlar ilovasi nomi ostida soxta ilovalar, elektron pochta xabarlari yoki SMS'lar yuborilishi mumkin. Bunday xabarlarda sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta raqami, PIN kod, pasport ma'lumotlari kiritish so'ralishi mumkin. Unutmang. Davlat xizmatlari hech qachon sizdan telefon orqali PIN kod yoki karta ma'lumotlarini so'ramaydi. Ilovani faqat rasmiy manbalardan, ya'ni Google Play Market yoki App Store'dan yuklab oling. Rasmiy veb-sayt bu davlat xizmatlari. Uz yoki unga o'xshash rasmiy domenlardan bo'lishi kerak. Noma'lum havolalarga kirmang. Texnik qiyinchiliklar. Ilova yangi bo'lgani uchun dastlab kunlarda texnik nosozliklar, serverning yuklanishi tufayli sekin ishlashi yoki vaqtincha ishlamay qolish holatlari kuzatilishi mumkin. Shoshilmang. Bu muammolar odatda tezda bartaraf etiladi. Internet aloqangiz barqaror ekanligiga ishonch hosil qiling. Ma'lumotlarni kiritishdagi xatolar. Ilovada ro'yxatdan o'tish yoki ma'lumotlarni yangilashda, ayniqsa pasport seriyasi, raqami, JSHR, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami kabi muhim ma'lumotlarni kiritishda diqqatli bo'ling. Birgina xato ham ma'lumotlaringizning noto'g'ri qayd etilishiga va keyinchalik nafaqa to'lovlarida muammolarga olib kelishi mumkin. Agar xato qilsangiz, zudlik bilan davlat xizmatlari markazining ishonch telefoniga murojaat qiling. 4. Yordamning yetishmasligi. Ba'zi qariyalarimizning yaqinlari boshqa shaharda yoki chet elda yashashi mumkin. Ularga yordam bera oladigan biror kishi bo'lmasa, bu katta muammoga aylanadi. Bunday holatda mahallalardagi ijtimoiy xizmat xodimlaridan nuroniylar jamg'armasi yordam so'rash mumkin. Noaniq jihatlar va muhim nuanslar rasmiy xabarnomalar uchun asosiy kanal. Kelajakda davlat raqamli xizmatlar ilovasi hukumat tomonidan muhim xabarnomalar, masalan, nafaqa miqdorining o'zgarishi, yangi ijtimoiy dasturlar, sog'liqni saqlashga oid muhim e'lonlar uchun asosiy aloqa kanaliga aylanishi mumkin. Agar siz bu ilovani faol kuzatmasangiz, muhim ma'lumotlardan bexabar qolishingiz va natijada imkoniyatlarni boy berishingiz mumkin. 2. Elektron raqamli imzo integratsiyasi. Ba'zi muhim harakatlar, masalan, katta miqdordagi to'lovlar uchun ariza berish yoki shartnomalar tuzish uchun ilovada talab qilinishi mumkin. Alohida olinadi va uni olish uchun ham ma'lum bir jarayonlardan o'tish kerak. Agar sizga bunday xizmatlar kerak bo'lsa, ERIN haqida oldindan ma'lumot olib, uni rasmiylashtirib qo'yishingiz lozim. Oilaviy mas'uliyatning ortishi. Ushbu o'zgarishlar yosh avlodning qariyalariga yordam berish mas'uliyatini oshiradi. Farzandlar va nevaralar o'z ota-onalari va bobo-buvilarga ilovadan foydalanishni o'rgatishlari, ularning ma'lumotlarini to'g'ri kiritishlariga yordam berishlari zarur. Bu nafaqat ularning moddiy ta'minotiga yordam beradi, balki oilaviy rishtalarni mustahkamlash uchun ham yaxshi imkoniyatdir. Hurmatli do'stlar, endi esa amaliy maslahatlarga o'tamiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, 4 kun ichida harakat qilish zarur. Xo'sh, aynan nima qilishimiz kerak? Mana siz uchun bosqichma-bosqich ko'rsatmalar. 1. Smartfon xarid qiling agar sizda hali bo'lmasa, agar sizda eski tugmachali telefon bo'lsa. Davlat raqamli xizmatlar ilovasi kabi dasturlarni qo'llab-quvvatlaydigan smartfon sotib olishingiz kerak. Muhimi Android 6.0 yoki iOS 2.0 va undan yuqori versiya o'rnatilgan bo'lishi shart. Internetga ulanishni ta'minlang. Smartfonda internet bo'lishi shart. Uyali aloqa operatoringizdan internet paketini faollashtiring yoki uyda Wi-Fi tarmog'iga ulaning. Rasmiy ilovani yuklab oling. Google Play Market Android uchun yoki App Store OS uchun orqali davlat raqamli xizmatlar ilovasi deb qidirib, uni yuklab oling. Ilovani yuklab olishda faqat rasmiy logotipga va ishlab chiqaruvchiga e'tibor bering. Boshqa manbalardan yuklamang. 4. Ro'yxatdan o'ting va shaxsiy kabinet yarating. Ilovani ochganingizdan so'ng ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Sizdan pasport seriyasi va raqami, JSHR, tug'ilgan sanangiz, telefon raqamingiz kabi ma'lumotlarni kiritish so'raladi. Telefon raqamingizga tasdiqlash kodi keladi. Ushbu kodni kiritib, ro'yxatdan o'tishni yakunlaysiz. So'ngra o'zingiz uchun maxfiy parol, PIN kod o'ylab topasiz. 5. Mavjud pensiya hisobingizni bog'lang. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng shaxsiy kabinetingizga kirib, nafaqa va pensiya bo'limini toping. U yerda sizga mavjud nafaqa hisobingizni yoki JSHRni tizimga bog'lash taklif qilinadi. Bu nafaqa to'lovlaringiz va ma'lumotlaringizni avtomatik ravishda ilovada aks ettirish uchun juda muhim.
6. Barcha shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring va tasdiqlang. Nafaqa bo'limiga kirganingizda o'zingizning ismingiz, familiyangiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz va hozirgi nafaqa miqdorini diqqat bilan tekshiring. Agar xatolik bo'lsa, ilovadagi ma'lumotlarni yangilash tugmasi orqali to'g'rilang yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, ma'lumotlarni tasdiqlash tugmasini bosish orqali yangi tizimda faollashganligingizni bildirasiz. 7. Yordam so'rashdan cho'chimang. Agar sizga qiyin bo'lsa, farzandlaringiz, nevaralaringiz, yaqin qarindoshlaringizdan yordam so'rang. Ular sizga ilovani yuklab olish, ro'yxatdan o'tish va ma'lumotlarni kiritishda yordam berishlari mumkin. Agar ularning ham yordami yetarli bo'lmasa, davlat xizmatlari markazlariga shaxsan murojaat qiling. Ularning mutaxassislari sizga barcha jarayonlarda ko'mak berishga tayyor. Shuningdek, davlat xizmatlari agentligining ishonch telefonlari mavjud, ular orqali maslahat olishingiz mumkin. Tekis muddatlarga rioya qiling. 4 kun juda qisqa muddat. Bu asosan ilovaga kirib, dastlabki ro'yxatdan o'tish va shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlash uchun muhimdir. Agar siz buni ushbu muddat ichida qilsangiz, kelgusida nafaqa to'lovlarida hech qanday uzilish bo'lmaydi. Keyinchalik ham ilova orqali sizga kelgan muhim xabarnomalarni o'z vaqtida ko'rib chiqishga odatlaning. Xulosa qilib aytganda, aziz yurtdoshlar, davlat xizmatlarining raqamlashtirishi bu zamon talabi. Bu jarayon hayotimizni soddalashtirish, xizmatlarga kirishni osonlashtirish va shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan. Ammo bu qulayliklardan to'liq foydalanish uchun bizdan ham faollik talab etiladi. Ayniqsa, hurmatli nafaqaxo'rlarimiz va ularning oila a'zolari ushbu 4 kunlik muddatga jiddiy e'tibor qaratib, tegishli choralarni ko'rishlari shart. Sizning nafaqangiz bu moliyaviy xavfsizligingiz garovi. Uni raqamli asrda ham ishonchli himoya qilish uchun hozirgi imkoniyatlardan foydalaning. Umid qilamanki, ushbu video sizga foydali ma'lumotlarni taqdim etdi. O'z fikr mulohazalaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz ularga imkon qadar javob beramiz. Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Ayniqsa 6000 yoshdan oshgan qarindoshlaringizga yuboring. Unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.